Men Afg'onistonga borsam, inshaalloh mana shu akamiz o'zi kutib olib, Afg'onistonni bir oy o'zlari aylantiradi. Xudo xolasa. Fayz Muhammad. Shunday. Bu yoq bilan gaplashdik. Xudo xolasa, mana 15-20 kunning ichida inshaalloh borsak, juda ham mehmondo'st, juda ham yaxshi deyishyapti. Xudo xolasa, shunaqangi joylarni ko'rsatamiz. Afg'onistonni sizlarga ham yoqadi. Xudo xolasa, sizlarga ham kelib havas qiladigan joylarni ko'rsatamiz birgalikda. To'g'rimi? Xudo xolasa. Juda ham mehmondo'st deyishyapti. Bu bola sayohatchi Abu ukamizni Afg'onistonda aylantirgan bola. Ha, bu yoq hozir aytdi, hozir videolarini ham ko'rdik. Sayohatchi Abu aka bor, bilasizlar, Instagram blogeri, ya'ni YouTube'da. Ana shu bolani bu yoq aylantirgan ekan. Kakras Xudoni o'zi menga bu yoqda uchratdi mana. Birgalikda yana endi u yoqqa ham yordam beryapsiz, menga ham yordam berasiz. Inshaalloh birga chiroyli kontentlar va videolar qilamiz. O'zingiz chiroyli qilib tushuntirasiz. Endi men u yoqda tilini bilmayman unchalik, siz yordam berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa tez kunlarda kutinglar, aka bilan chotki videolar qilamiz inshaalloh.